Ma bobo. Jo'ra, menga gazli ichimlik mumkin emas. Diyeta boshlaganman, qornim chiqib ketyapti-yu. Qachon boshlading diyetani? Kechadan boshlaganman. Ha, bitta hech narsa o'zgartirmaydi. Ma ol. Ha, ona shobarat, ertadan boshlarman, ha, bir kun ming kun emas-ku. Shu bitta hech narsa. Bitta ichaman, ishlasa qilmaydi. Ha, jo'ralar, qandaysizlar? Bugun soat 7 da Akmal haq beryapti ekan. Hamma kelsin. Voy jo'ra, ming bor uzr. Jon deb borardim, diyetadaman-u. Kechki soat 6 gacha ovqatlanib bo'lishim kerak. U 7 da bo'lar ekan. Shunga to'g'ri kelmaydi-da. Buning ustiga kechki soat 10 da uxlab bo'lishim kerak-da. Diyetadaman-u. Jinnimizdan Akmal katta qo'y so'yib haq beryapti. Maza qilib qo'yimiz jinnimizdan diyetdan qochib ketmaydi-ki. Qo'ymi? Lokatsiyasi qayerda u taxminan men agar borsam-da endi. Biratlar, shu dushanbadan boshlayman bo'lmasa diyetani, Akmal ham xafa bo'lmasin. Bo'pti jo'ra, boraman. O, mana issiqqina somsa chiqdi. Somsa deng, aka. Ya uzr, diyetadaman. Lekin issiqqina sochnigina chiqqanda yeb ko'ring. Dumba ham solinganmi? Dumbasi ham bor qo'ydikidan. Bering bir o'nta, biratlar, ro'zadan keyin boshlayman diyetani. Ha, diyetani. Sovus ham bormi, sovus? Bor. O'nta issig'idan bering. Qani, nonni o'jira? Nima deyapsan sen? Men diyetadaman. Non yeyish vaqti mumkin emas, semirtirib yuboradi bu. Sen o'zi qayerda o'tirganingni bilasanmi? Yo'q. Diyet bistroda o'tiribsan-ku. Bu yoqda 100 xil ovqat bor. Diyetadagilar bemalol kelib qo'rqmasdan ovqatlansa bo'ladi. Mana qara, dietada bo'lmasa mazza qilib ovqatlanib o'tiribman. Keyin bularning 5 ta filiali bor. Tekstil mosti oldida, Chilonzor торговый sentrda, Labzak Malikada, Olmazor Nabiyevda, mana hozir yangisi ochilgan Do'mbrobodda o'tiribsan. 24/7 ishlaydi. Bo'ldi onasini hamsan. Vobshe diyeta qilmayman. Qo'lim xunukmi? Yo'q. Xunuk emas-ku, to'g'rimi? Erkak kishi maymundan sal chiroyli bo'lsa bo'ldi-ku, to'g'rimi? Diyeta nima kerak? Qiynalib ketib, men ham ishlamay qolyapti bo'lku. Sizlarda ham shunday bo'ladimi?